Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bizlar shu Alfa Medical klinikasiga davolanishga kelganimizga bir oydan oshdi. Bizlarni vrachlarimiz tavsiya etganday shu yerni nur apparati yaxshi deganda shu yerga Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahridan keldik. Kelganimizga xursandmiz. Nurni apparatining natijasini biz уже 10-nurga yetmay ko'rdik. Otamning qulog'i onkologiya bo'lgandan keyin kelgandik. Biz otamning sharoiti kichkina og'riq bilan kelganda biz уже 7-nurga kelganda natijasini ko'rib, hali ham nurni olyapmiz. Nurni apparati yaxshi deganday vrachimiz natijasini ko'rgandan keyin kelganimizga xursand bo'ldik. Sharoitlari ham yaxshi, ishlari yiliq, hamshira qizlari ham yaxshi. Vrachimiz Mariya Aleksandrovna opamizga rahmat. Har kuni xabar olib, otamga hamisha yordamini beradi. Shu yerni barcha ishchilariga rahmat. Natijasini ko'rdik, kelib davolanishga bo'ladi ekan. Hammangizni Alloh shifo bersin. Rahmat.